ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا. وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في سورة الحاقة: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Allah Subhanahu wa Ta'ala Haqqı suresida qiyomat vaqaliqining haqiqiy rost yuz beradiganligini bayon qilib bu oyatlarni tushirgan. Haqqı suresi Mekke'de nazil bo'lgan bo'lib 25 oyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bu oyatning beshida mundaq degan: Al-haqqatu mal-haqqa. Ras haq bo'lgan qiyomat. Ras haq bo'lgan qiyomat nima? Qandoq yuz beradi? Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem rast bo'g'ichi qiyomatning qandoq bo'ladiganligini sen qandoq bilasan? Ya'ni rast bo'g'ichi qiyomatni mening xabar bilishim orqali sen bilasanki bu qiyomat nihoyatda katta bo'lgan xabarlar ishidan eng rast bo'lgan, eng haq bo'lgan, eng kishilarni tavlaydigan, yolg'on bilan rastni ayiradigan haqiqiy rast maydonga chiqadigan qiyomat. Rast haqiqiy bo'ladigan xabar. Mushu xabarni sana vahiy qilingan Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın mushu oyatlari bilan sen insoniyatga yetkizish orqali ularni Allah Taala oldida kelgusi qiyomat kunisi yuz beradigan rast bo'lgan xabardan ogohlantirsa, ularni g'aflatidan uyg'otsa deganlikka mana mushu oyat alohida ogohlantirdi. Haq degan so'z İslam dinida bir qanchalagan ma'nolarni o'z ichiga olgan bo'lib, Qur'oni Karim bu ma'nolarni bayon qilgan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Qur'oni Karim deganki: "Ma xalaqnas samawati val arda va ma baynahuma illa bil haqq." Biz asman barliq asmanlardaki her bir şeyini ve zeminni ve aristiki her bir şeyini fakat hak bilen yarattık deb Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani batılının karşısı boğan Allah yalğız özü yaratqanlığı asmandaki her bir kudretki qarsa yalğız Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın yaratqanlığı aşkarı bulduğanlığını haqni izleymen degen adam akıl fikrini içivassa her bir şeye, her bir canlılık cansız nesile
Allah'ның yaratqanlığını bildirdiğanlığını, Allah'ның yaratqanlığına ras yaratqan ve ras yalğuz şirik yok. Her bir şeyini yaratqıcı ilah ekanligiga Allah subhanahu ve taolaga pok bo'lganligini, mushu osmon va zimindagi har bir şeyi bizga so'zlab berganligini Allah subhanahu ve taala mushu oyat orqali bizga ogohlantirdi. Demak, haqning birinchi ma'nosi ras, ya'ni haq. Yana bir ma'nosi Allah subhanahu ve taala Qur'oni Karimda olgan "Va ma xalaqnas samaa val arda va ma baynahuma la'ibin" Sura Anbiya'nın 16. ayetida biz osmon va zamin va arzdagi har bir narsani bekorga yaratmadik. Ya'ni haqning ma'nosi haqiqiy ras bo'lgan bir mas'uliyat bilan yaratdik. Osmon va zamindagi va dunyodagi har bir şeyi Allah subhanahu ve taola'ningki hech qanday bir narsani hikmatsiz qilmaydiganligini, her bir şeyini bekorga yaratmaydiganligini, her bir şeyini bir mas'uliyat, bir majburiyat uchun yaratadiganligini, shuning uchun insonlarni Allah subhanahu ve taolo o'ziga shirik keltirmay, Allah subhanahu ve taolaga yalğuz cho'qinish uchun yalğuz qulchilik qilib, Allah buyurgan yol bo'yicha minib, Allah to'sqan ishlarni yenib, Allah ustiga atgan mas'uliyat, ibodat va barliq Allah oldidagi majburiyatlarni joyida ado qilsin uchun Allah subhanahu ve taolo yaratganligini, mana shu haq va haq o'zi olgan har bir şeyi bizga ogohlantirdi. Şuna qarindoshlarimiz insoniyatga eng qattiq kelib duvanglik, eng ularni chirmib olgan nadonlik, bexudlik, g'aflat. Haqningki yana bir ma'nosi doim turadigan haqiqat, yo'qolib ketmaydigan haqiqat. Shuning uchun Allah subhanahu ve taolo Qur'oni Karimda deyki: "İlla men rahima rabbuka ve lizalika xalaqahum." Sura Hud 119-oyat. Lekin sening Parvardigoring rahim qilgan kishilar Allah subhanahu ve taolo rahim qilish uchun ularni yaratgan deb, ya'ni Allah subhanahu ve taolo rahim qilgan, Allah'ning rahmatiga erishganlar Allah ve onun peygamberi çağırgan hak İslam dinga qaytib keladi ve onun yol yürüqi ve haqiqatlari ishida doim mustahkam turadi. Hem shundaqla Allah subhanahu ve taolo yaratgan her bir dünyadaki her bir şeylerde ve insaniyette dünya ve ahiretlik her bir mecburiyette fakat Allah subhanahu ve taolo inson ve jillarni rahimga, shafqatga, rahmatga, baxtga erishtirish uchun ularni har qanday bir qulluq, hurluq, baxtsizlik, nadonlik, insoniyatga o'zini xo'jayin qilib ko'rsatgan zolim, chekidini oshgan zo'mgarlardan qutulishdan iborat bo'lgan rahim va mehr shafqat uchun ularga baxt va saodat akilish uchun Allah taolo ularni yaratganligini, mana bu Allah taolo insoniyatni rahim uchun yaratganligi doim bir insoniyatga bekitilgan haq ekanligini mush oyat orqali Allah bizga uqtirdi. Shuning uchun haqning ma'nosi nima degan bo'ladi desa, birinchisi haqga yolg'on emas. Ikkinchisi o haqiqatan bir mas'uliyatga behuda bekor ish emas. Uchinchisi haq degan doim sabit bo'ladigan,
doim insoniyatga rahmat akiradigan, dunyoda va oxiratda baxtga erishtiradigan to'g'ri yo'l deganlikni bildirdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu surada deydiki, al-haqqatu mal-haqqa. Ya'ni insoniyatga tushishi rost bo'lgan, yolg'on bo'lmagan haq qiyomat. Ya'ni bu qiyomat kunisida her bir şeyinin, her bir narsenin asli xarakteri aşkarı bo'lib qoladi. U kunisida hech qandaq bir padişahlık, hech qandaq bir boylik, hech qandaq bir her qandaq insoniyatga o'zini zo'migar ko'rsatayotgan xo'jayinlik faqat qolmaydi. Xo'jayinlik, padişahlık hammasi Allah subhanahu wa ta'alaga bo'ladi. Her bir şeyi öz o'rnida ko'rinadi. Barliq insonlar u kunisida Allah subhanahu wa ta'ala oldida o'zining ojizligi, o'zininki haqiqiy qulligi, insonligi bilan ko'rinadi. Ma dunyoda insonlar o'zininki nupusi, yüz obro'yi, shahvati, ba'zi kuchi va huquqi yoki qo'lidagi armiya, harbiy quvvati, fan texnik quvvatiga tayinib turib, Allah bergan quvvatni Allah'a qulchilik qilishni ishlatmay, mutakabbirlik qilib, yo'g'onchilik qilib, iblisni va uningki shayton qo'shonini do'rab, o'zini cho'ng tutganligi, mutakabbirlik qilganligi, Alloh taolo bergan ne'matga Allohga noshukirlik qilganligidan iborat. Mushundaq yomonligi ma dunyoda kishilarning ko'z oldida, kishilarning ko'zini qamashtirib oldig'ini bilan ahiretde bularning abdi beşirisi eşip qoladi ki, u kunda o'zining mana mushundaq zo'ravonlarning aslida bir inson ekanligi, barliq mulk hammasi Allah subhanahu wa ta'alaning ekanligi, balki bular Allah oldida bir qul ekanligi, har bir narsa o'zining xarakteri bilan bu kunda rost bo'lib, resi bilan oshkora bo'lgan kun qilnashimiz. Yana bir ma'nosi bu kıyamet günüsü hakiki, hak aşkarı buldu. Batıl mı? Aşkarı buldu. Yaxşılık mı? Aşkarı buldu. Yamanlık mı? Aşkarı buldu. Bu dünyada halıklarını aldığan, ularının hakkını yetketken, ularga tecavüz kılgan, ularınınki ailesi, turmuşu, ularınınki baxtiga oturgan her qandaq zalimlar. Ya ki bu dünyada ayşi işret, havai hasves, günah me'siyet, şehvet kibir edip, zinaxurluk, açgözlük, parxurluk, şöhretperestlik, haşametçilik, her türlük özdiba, hukuku, küçüğü tayinip, özünü dünyada şehvet halikiye, şöhret ve azgınlık yoluga istirgen her qandaq zalimlarning u kunisi abdi beşirisi eşip qoladi. Hem Allah Taalaga qalbidan samimiy bo'lgan hech kim ko'misimi Allah ko'rab turadi deganlik uchun riyogarlikdan, har qandaq shuhratdan xoli, yaxshilikda, haq maydonida, haq uchun tirim topmay, o'zininki bir kishilik hassini qatqan, Allah uchun dunyoga haqni ve hak avazını yoritgan, her qandaq bir yerde mazlumning yini turib zulmni qarshtirgan ve Allah subhanahu wa ta'ala tushirgan haq din, islom dinining prinsiplariga kechilari, kunduzlari her qandaq bir yerde, kishilar ko'magan yerde ya kishilar ko'rgan yerde Allah'tan qo'rqqanlik uchun sami ixlosmandlik bilan Allohga cho'qinib, Allah buyurgan ishlarni qilgan, çekilgen işlerini nişarı kılıp Allah'ın prensiplerine amel kılgan mana mushundaq müminlerin rızkı aşı dünyada aşkarı buldu. Bu dünyada Allah'a samimi bo'lgan ixlosmandlarga her türlük ahanetler bilen, her türlük eziyetler bilen turmularga so'linish, o'ltirilish, sürgün qilinish, iqtisodiy mal varalları
bulunishdan iborat bo'lgan har turli zo'mgarliklar bilan ularga tajovuz qilinsimi, oxiratda Alloh taolaning oldiga borgan vaqtida ularning uchragan mushxurliklariga Alloh subhanahu va taolo ularga o'z fazli bilan ne'mat beradigan, haq turganlar, rostla haq turganligi oshkor bo'lgan bir kun. Shuningdek, mana Xitoy tajovuzchi, kommunist va Xitoy tajovuzchi paslarninki, har qanday dunyodagi zolim, kafir tajovuzchilarninki u kunida abdi bashiristiri. U kunda Allohga va uning payg'ambariga, islom diniga qarshi chiqqanligi, musulmonlarga va ularning huquqiga tajovuzchilik qilganligi oshkor bo'lib, haqiqiy sud echiradigan, haq bo'ladigan, nahaq bo'ladigan ana shunday kun. Shuning uchun qarindoshlarimiz Fuzayl ibn Iyaz radiyallohu anhu mundaq degan: "Innamal faqru wal ghina ba'dal ardi ala Alloh azza va jalla." Rasulullah haqiqiy namratchilik bilan, haqiqiy ojizlik bilan, haqiqiy boylik, haqiqiy huquq, shuhrat Allah subhanahu va taolo oldidagi haq bilan nahaq ayriladigan maydonga borganda bo'ladi. Shu maydondagi haq bilan nahaq ayrilgandan keyin ma adam, ma kishilar, ma jamoat haqda ekan, haqiqatan ma jamoat qilgan ishiga baxtga erishibdi. Haqiqiy ma'boy rasboy ekan degili bo'ladi. Demak, Allohning oldida ras bo'lgan kunda o'tgan yaxshi amal, ras bo'lgan kunda o'tgan Allohning oldida jannatni sotib oladigan yaxshi pul, ras bo'lgan kun oxiratda o'tgan Alloh subhanahu va taolo uchun hech narsani shirk qiltirmay, riyo qilmay qilgan haqiqiy qulchilik, haqiqiy ibodat, haqiqiy zakat va sadaqa, haqiqiy qilgan jihad va kurash, haqiqiy qilgan ta'lim, tarbiya va tashviqot, haqiqiy qilgan har qanday bir dunyo yuzidagi zulm qarshi turib, mazlumning yonida bo'lib, haq islom din uchun qilgan barliq tirishchanliklari, kurashlari, haq ovozlari mana shu kunda Alloh subhanahu va taolo oldida jin taroziga o'ltirilib, Alloh uning qilgan yaxshiligini qabul qilgan chig'ida ondan u haqiqiy boy bo'ladi. Demak, mushkunda uttirib mushkunda qilgan barliq dunyodagi tirishchanliklari, to'plagan dunyolarininki, barliq iqtisodininki oxirgi natijasi, erishgan huquqlari, kuch-quvvati, harbiy huquqi, barliq dunyodagi har bir erishgan texnikalarininki, har bir qilgan ish amallarininki, har bir qilgan qulchiligi va yolg'on Allohga shirk keltirib qilgan ibodatlari, har turli zolim raislarga Alloh qarshi bo'ysunib turib, o'z rozimalligi bilan qilgan barliq hurmatlari mushkunda ularni Alloh oldida Allohning azobiga duchor qilib, namrat qilib qo'ydi, baxtsiz qilib qo'ydi. Mana shundoq har bir ish ras bilan yolg'on ayrilgan ana shundoq Xitoy tajovuzchi zolim kofirlar va har qanday bir tajovuzchi zolim kofirlar, butparastlar, xristianlar, yahudlardan iborat zolim Alloh qarshi maydon turib haqni bostirgan barliq kofirlar u kunda namrat bo'ladigan, u kunda ularning qilgan ishlari, ularningki tutgan yo'llari, qilgan e'tiqodlari, har bir qilgan yolg'on va shirk kufri, fosiqlik va tajovuzchilik har bir yomon qilmishlari ularni oxiratda do'zaxga kirishiga sabab bo'lib, xor qilib qo'ydigan hech bepuli yo'q, beamili yo'q, beyuzi yo'q, huquqi yo'q, kuchi yo'q, o'rni yo'q qilib qo'ydigan mushundaq haq bilan nahaq ayrilgan kun bu qarindoshimiz. Shuning uchun mana mushundaq kundan iborat ras bo'ladigan kunni har birsimiz e'tiqodimizning chin mig'zida, asossiq muhabbatida, asossiq yurikining markazida qo'yishimiz, buni haqiqiy rast deb bilishimiz va bizningki haqiqiy baxtga, sotqa va amaliy bo'lgan maydonga
chiqadigan kunimiz mushu haq bilan batil ayrılgan kundagi hisob. Unda bo'lgan ekan, bu dunyodagi har qanday qilgan kurashlarimiz haqlam Allohning oldida o'tadiganlam bo'ladi ekan, biz qat'iy bunga yaltaymaymiz, pushaymon qilmaymiz va bo'ysunmaymiz deb mushu Alloh oldidagi rost kunda haqiqiy baxtga erishish uchun har birimiz tirishchilik qilishimiz kerak. Yana bir ma'nosi bu haq kunki rost bo'ladigan kun. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va annas-sa'ata atiyatun la rayba fiha sura Hajning 7-oyatida haqiqatan qiyomat bo'ladi, keladi, uning kelishida shak yo'q. Alloh subhanahu va taolo qiyomatning bo'ladiganligini, keladiganligini Qur'oni Karimda putyapti, kelmay chari yo'q qilnashimiz. Shuning uchun eng yomoni nima desa, bo'ladigan mush qiyomat kuni uchun biz tayyorlik qilmay turganimiz. Masalan, bir maktabda, bir oliy maktabda yoki har qanday bir shopirlik maktabida yoki har qanday bir imtihon ilinib, natija qozonadigan, diplom oladigan yoki natija qozonib, shu o'zining bergan imtihonidan bir oxirgi yakun chiqariladigan bir imtihonga bir o'quvchi qatnashni maqsad qilib, shu imtihonni asosiy iddiasini qo'ymasa, bir necha yil o'qigan bilanmi, imtihondan o'tolmasa yoki bir necha yil tirishchilik qilgan bilanmi, oxirgi shu imtihondan o'tish bilan rais bo'ladigan yoki shu imtihondan o'tish bilan bir qilgan kurashlardagi yaxshi natija maydonga keladigan ya tadqiqotining oxirgi natijasini qo'lga oladigan ashundaq bir imtihonga qatnashmasa, qilgan har bir kurashi, har bir tirishchilligi, har bir maktabga berib kelishlarning hammasi bekor bo'ldi qilishimiz. Shuning uchun biz mushu imtihonimizning asosi bo'lgan qiyomatdagi imtihonni asosiy maqsadimizda rost bo'ladi deb vujudimizda, iddimizda asosiy nishon qilib qo'ymasak, o vaqtda biz bu dunyoda her türlük işlarda, her türlük hayatta payda olgan ko'ringanimiz bilan yoki zolimlar yoki her türlük fosiqlar yoki osiylar yoki Alloh uning diniga isyon qilgan isyonchilar dunyoda ko'ranglab qolgan vaqtlik hayoti qarab biz o'zimizni ularning hayotidan, ularningki turmushidan mahrum qolgandek baxtsiz hisoblab qolsak, ana shu vaqtida biz o'zimizning haq maydonidan, o'zimizga Alloh bergan islom dinining qadr qimmatidan mushu zolimlar mangan yo'lni cho'ng biladigan, avlodlarimizga zolimlar mangan yo'lga minishni quturadigan mushundaq osiylik bizga tamg'i besib qoladi. Shuning bilan biz haq yo'lidan tepib ketamiz. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'ush shahawata fasawfa yulqawna ghayya. Ulardan keyin bir izbisar bo'ldi. Bular namozni Alloh ularning ustiga atgan, Allohga sevimli qulchilik qiladigan namoz, ya'ni namozga o'xshash ham farzlarni zoya qilyapti, shahvatga agashdi. Ular shu tufaylidan Alloh subhanahu va taoloning azobiga yo'liqdi dedi. Qarindoshlarimiz, biz va bizning avlodimiz, navrlarimiz, kelgusi barliq yosh bizningki o'smirlarimiz biz bilan birga haqda ching tursin, haqqa agashsin desak, biz yuragimizning tag asosiy urgani, asosiy qon tomirida rost bo'lgan haqiqiy botil bilan haqning ayrildigan va bizning baxtga erishadigan kunimizning qiyomat ekanligini alohida o'zimizning vujudiga va avlodimizningki kelgusi bizningki barliq o'smirlarimizning vujudiga Allah onun peygamberi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif bizi üretgendek sığdırışımız hakiki kıyametinin kıyamette baxtga erishganlarninki
oğlanları buluşumuz, kıyametde baxtga erishganlarning qizlari buluşumuz, kıyametde baxtga erishganlarning otalari, onalari va kıyametde baxtga erishganlarning xalqi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning baxtga erishgan, nijotga erishgan ummati bo'lishimiz kerak qilishimiz. Mana bu shuningdan haqiqiy faxrlangan bo'lishimiz kerak. Şuna ulamalardan birisi maktabda utuqqa erishgan, imtihondan o'tgan, a'lo darajaga o'tgan bir o'quvchidan sen qandoq bo'lib a'lo darajalik imtihondan o'tding, qandoq bo'lib a'lo darajalik sinovdan o'tib bugungi sharafga erishding deb so'ragan vaqtida u o'quvchi shunday javob berganki, men o'qigandan tortib imtihon beradiganligimni asosliq birinchi o'rinda asosliq iddiyamda asosliq nishonimni qo'ygan. Men imtihon berishni asosliq kech-kunduz nishon qilgan. Men bir imtihonni o'taman deb tayyorlik qilgan. Shuning uchun men oxirida a'lo darajada o'qishga tirishdim, ham mana imtihondan o'tdim dedi. Demak, qarindoshlarimiz qiyomat kunisi biz imtihondan o'timiz da bo'lsak, ana shu dunyolik bir hayotida imtihondan o'tish uchun imtihonni o'zining asosiy maqsad qilgan har qanday o'qishdan bakroq biz Alloh subhanahu va taoloning bizdan oladigan cho'ng imtihoni bo'lgan, mushu ras bo'lgan qiyomat kunini bizning iddimiz, asosimiz, g'oyamiz, nishonimizda qo'ygan vaqtimizda haqiqiy mush qiyomat kunisi ras men so'roq qilinma, imtihonga tushma deb o'zimizdan haqiqiy har bir kuni hisob olib turgan vaqtimizda andin biz o'zimizga Alloh rozi bo'ladigan bir to'g'ri yo'lni yo'rita olamiz. Andin keyin biz dunyo va oxiratningki baxtsatiga erisha olamiz. Shuning uchun biz qarindoshlarimiz rast bo'lgan haqiqiy yuz beradigan mushu qiyomatni rast bo'ladi deydigan mush e'tiqodda bular bo'lsak, doim biz o'lgandan keyingi qiyomat kuniga tayyorlik qilishimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi astag'firullah kullu nafsin da'iqatul maut va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati. Sura Ali Imron 185-oyatda Alloh taolo deydi, har qandaq bir jon o'lim tetiydi. Har qandaq bir jon o'limning ta'miga yo'liqidi. Va Rasululloh sizlarning ajringlarni qiyomat kunisi to'liq bilisadi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamdek bizning janobi payg'ambarimizmi Alloh subhanahu va taolo oldiga ketdi. Alloh taolaning Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishi, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning Alloh taolani shunchalik yaxshi ko'rishimi yana Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki dunyoda hayot qilishiga sabab bo'lmadi. Balki Alloh subhanahu va taolaning haqiqiy adolat baxt kuni oxiratda bo'lg'achqa bu dunyoga kelgan har bir inson Allohdan birak har bir şeyi dunyodan Allohning oldiga ketadigan bu dunyo sinoq dunyosi bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamni olib ketdi. Alloh subhanahu va taoloni eng yaxshi ko'radigan Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu, Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu, har bir bizning xalifalarimiz hammasi Allah subhanahu va taolo qashig'i ketdi. Ular Allah subhanahu va taoloni shuncha yaxshi ko'rib, Allohning eng suyimli bandalari turib, ularni olib ketdi. Allah subhanahu va taologa eng o'shkuriladigan Fir'aun, Hitler, Tujihidiki va shuningdek Mao Zedong, Deng Xiaoping va har bir dunyo tajovuzchilik qilgan faşist kafirlarni Allah subhanahu va taolo o'zining dargohiga olib ketdi qilishimiz. Shuning uchun biz Allah subhanahu va taoloning oldiga bizdek har bir inson, har bir ayol ketadiganligimizni, o'limning ta'min etadiganligimizni cho'qim mush ilgirkilarning mayli yaxshilar bo'lsin, yaxshilarni Allah olib ketgan qarab,
Mayli ashundaq ashaddiy askilar bo'lsin, pashlar bo'lsin, ularni kunda ham hozir ap ketayotgan yoki balo bilan ap ketayotgan shundaq ahvollarni biz ko'zimizdan ko'rganligimiz uchun biz mush o'limning ta'mini titib Allohning oldiga bordiganligimiz rost bo'lganlikdan mush o'lim uchun har birsimiz tayyorlik qilaylik. Mush tushishi rost bo'lgan qiyomat kunini har birsimiz qadrlaylik. Chunki Alloh subhanahu va taolo yana bir oyatdagi va ma alatnahum min amalihim min shay'in kullu imrin bima kasaba rahinun Sur-Tur 21-oyat. Ularga ularning qilgan amalidan hech qanday amalni biz kamaytib etmedik. Har inson o'zi qilgan yaxshi e'tiqod, yaxshi amalga bog'liq, yaxshi e'tiqod, yaxshi amalga go'yo qo'yliqlik. Xuddi bir odamning o'ltirilishi, qisos ilinishi, ilinmasligi u odamning go'yo qo'ygan mol dunyosiga qarashiq bo'lgandek, u odamning oxiratda do'zaxga kirishi, kirmasligi o'zining Allohga bo'lgan yaxshi e'tiqodi va yaxshi amalini mush dunyoda maydonga keltirishiga bog'liq. Shuning uchun qarindoshlarimiz bizga o'lim kelishdan burun yaxshi amalga oldirayli. Bizga tushishi rost bo'lgan eng muhim xabar qiyomatning xabarini birinchi o'ringa qo'yaylik. Har turli xabarlarni, har turli e'lonlarni, har turli dunyodagi voy bo'ladi ekan degan har turli yaxshi xabar yoki yomon xabarlarni anglashdan bakroq mana shu tushishi rost bo'lgan har birsimiz mushuninga yo'liqishimiz amriy bo'lgan ham mushuninga yo'liqqanda ahlul hidoya ya'ni hidoyat egalari ahlur rushd to'g'ri yo'l egalari ahli muhammadiya Muhammad Rasulullohning to'g'ri mangan ahli ahlul Qur'on va sunna Qur'onda hadis yo'lda mangan ahli hidoyatlar baxtga erishadigan mana mushundoq kunni biz hammamiz qadrlashga ahamiyat beraylik. Har qandaq bir ahlul kufri va tug'yon Allohga tangan, chigidan oshgan haq chaqiriqni qabul qilg'ili unmagan Xitoy zolim pashsiri va zo'migar har turli tajovuzchi kofirlardek Alloh qarshi chiqqanlarning qilayotgan qiliqlarini, ularningki g'aflatda yashagan g'aflatlarini, ularning ko'ranglashlarini, ularning osiliklarini, ularning moddiy manfaatga berilib oxiratdagi baxtni unutganliklarini biz do'rimayli, ularga biz agashmayli, ularning hayotiga qarab cho'mchaymayli, haqiqiy ishtaha bog'lab, haqiqiy ko'nglimizda xo'shallik his qiladiganimiz Alloh bizga beradigan bizningki ilgirki payg'ambarlar alayhimussalatu vassalam, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sahobalar va sahoba onalarimizga sahoba muhtaram bizningki ayni vaqtdagi muhojir ansarlarga bergan haqiqiy Allohning baxtli jannatidagi baxtli kunlarni biz asosli maqsad qilaylik. Shuning bilan va shuningga erishgan faxrlanadigan bo'laylik. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taoloninki mushu oyat degan mushu bishoratiga quloq solaylikki, Alloh taolo dedi: "Va axiru da'vahum anil hamdulillahi robbil alamin." Sura Yunus 10-oyat. Demak, mana mushu qiyomat kunisida Alloh subhanahu va taolo har qandaq bir zolimdan uningdan hisob olib, uning jazosini beradigan, har qandaq bir mazlumninki haqqini olib beradigan va har qandaq bir Alloh taolo uchun bu dunyoda kelgan barliq aziyatlarga ching turgan xolis mu'minlarga riyogur emas, shuhratchi emas, moddiy manfaatchi emas, munofiq xoin emas, osi jinoyatchi emas, balki Alloh subhanahu va taologa samimiy qalb bilan har qandaq bir xatoligida darhol pushaymon qilib haq qaytish bilan Allohga sevimli bo'lib qaytgan ixlosmand mu'min qullarga Alloh subhanahu va taolo baxtni, jannatni beradigan ana shundoq hamma ishning oqibati rost, haqiqat, yaxshilik qilib maydonga chiqadigan ash kun ashu qiyomat kuni ekanligini Alloh subhanahu va taolo baxt kuni ekanligini bayon qilib mush oyatda alohida dediki, u
müminlerning duasının ahir şu oldu ki barlık güzel maqtash alemlerning perverdigari Allah Taala xasdır. Allah Subhanahu ve Taala bizninki qilgan barlık yaxshiliklarimizni bekorga ketkizatmadi. Allah bizga özünün rahmeti, pez ihsanı bilen günahlarımızı keçirip bizning Allohga sey bo'lganligimiz uchun o'z pezi bilan mushu jannatni bizga ihtirom qildi deb osh oxirat kunida alhamdulillahi robbil alamin deb Alloh subhanahu va taologa mushu mu'minlar hamdisini aytadi. Mana mushundaq baxt, mana mushundaq haqiqat bizga ana osh kunda namoyon bo'ladi. Yine Allah Teala dedi ki: "Uffiyat kullu nefsin ma amilet ve huve a'lemu bima yef'alun." Sure Zümer 70. ayet. Her qandaq can özü qılgan barlık amellerini tuluq biladi. Allah Subhanahu ve Taala ularning nima amalni qilganligini bak biladi dedi. Shuning uchun qarindoshlarimiz mana shundaq har bir qilgan yaxshilikmi bu kunda oshkor bo'lib chiqadigan va har qandaq bir qilgan yamanlıkmı aşkar bulab çıkıdığan her bir can özünün qilgan işiği şuq mukafat yoki jazo berilgan mushkun bizi kelishdan burun mushkun uchun har birisimiz tayyorlik qilaydi. Mushkunda har birisimiz baxtli bo'lish uchun mana shu Haqqa surasida ras tushilgan kun deb Allah Subhanahu va taala Muhammed sallallohu alayhi ve sellem bilan bizga bildirgan mushkunning rasxini chin qalbimizda tasdiqlash bilan doim mushkundagi hisobat uchun o'zimizning hisobat olib mushkunning xabarini har qanday biz kiradigan xabardan birinchi o'rinda qo'yib ras xabar, ras bo'ladigan haq mushkun deb mushkun uchun tayyorlik qilaydi. Hammamizni Allah Subhanahu va taala ras bo'lgan qiyomat kunida o'zining dunyo va oxirat baxt saoatiga erishishlarini qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.